keyingi xon zamonlaridan belgiladim. Abdulla Qodiriy. Julqunboy. Uzr. Romanning birinchi bo'limi 1925-yilda, ikkinchi va uchinchi bo'limi 1926-yilda alohida muqovalarda nashr etilib, ushbu uzrnoma 1925-yilda chiqqan birinchi bo'limiga ilova qilingan edi. Bu bo'lim 1926-yilda qayta nashr etiladi. Qo'lingizdagi kitobga birinchi bo'limning 1926-yildagi qayta nashrini oldik. Roman deb sizga taqdim qilingan bu narsa dunyoga kelishi bilanoq baxtsizlikka uchray boshlagan edi. 5 yillab bosila olmay yotdi. Nihoyat bu kun bosilishi muyassar bo'lganida ham turli zarbalarga uchradi. Imlosi 3-4 ta imlochilarimiz tomonidan tuzatilib, ajoyib bir quroq holiga keldi. Musahhihlarimizning musohalalari orqasida texnika jihati ko'z ko'rib quloq eshitmagan bir yo'sinda chiqdi. Musohala, beparvo, bee'tibor qarash. Bularning sababi bosilish chog'ida o'zimning hozir bo'la olmaganligim bo'ldi. Ammo bu o'rinda o'zimning jaholatim to'g'risida aytib turishni lozim ko'rmayman-da. Faqat o'quvchilarning afvularini so'rayman. Romanning ikkinchi bo'limini bunday xatolardan sof bo'la olishiga va'da bera olmasam-da, ammo bosilish taqdiri noshir qo'lida bo'lganligini bildirib qo'yaman. Hurmatli kitobxonlar, endi e'tiboringizga ushbu asarning Respublika radiosida yozilgan to'liq variantini havola etamiz. Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar